Koromiskiy dvoykali kelibdi. Neobычныйroq, qanaqa obzor qilsammikin deb o'ylab turgandim. Siz o'ylab o'tirguncha bu dvoykalar tugab ketadi. Tez qiling. Rostdan zo'r ekan, tugab ketmasdan klientlarimizga yetkazib bering. Mana buni ichini qaranglar, qizlar. Juda ham sifati zo'r, mexlari yumshoq, mexa boshqa narsalarga o'tmaydigan, Koreyada ishlab chiqarilgan asal dvoykalarimiz kelibdi. Buni yana bitta zo'r tarafini aytadigan bo'lsam, mana orqa oldinglar bilan o'rab, issiqqina qilib yopib turar ekan. Narxlarini ham juda ham chiroyli qilib chiqazganmiz. Ayniqsa mana zamoklarni qaranglar. Yengil chiqib tushar ekan. Ko'ryapsizlar? Ranglari juda ham chiroyli, hammaga yoqadigan xadavoy ranglarda kapishonkalarni xohlasanglar, bunday qilib kiyvasanglar ham bo'ladi, bunday qilib tushirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana ichidagi birkalarni ham ko'rsatib o'tay sizlarga. Ko'ryapsizlar? Koreyskiy qizlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, o'zi bilasizlar, kargosini puli ham ancha qimmatga tushib ketadi, tim bo'li. Sifati zo'r, qalin kiyimda. Biz sizlar uchun 700 ming, 800 ming demasdan ushbu chiroyli dvoykalarimizni 350 ming so'mdan qilib chiqazdik. Narximizga yoqqan bo'lsa, tezroq kelib olib keting. Razmerlari bemalol 54-52 razmerlarga ham to'g'ri keladi.